O'zbek shou-biznesi olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Nilufar Usmonova haqida hozirgina xabar keldi. Barcha tezda ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Nilufar Usmonova taqinchoqlar do'koni uchun reklama roligiga suratga tushdi. U videoda biznes ledi obrazida ko'rinish berdi. Qo'shiqchi Feliz Diamond brendi uchun maxsus videoda tushib qo'llab ishladi. U do'kon har qanday muhim uchrashuvlar uchun hamroh bo'lishini aytdi. Har bir brilliant jilosi o'z hikoyasini so'zlaydi. Har bir nafis taqinchoq esa sizning o'ziga xosligingizni va muvaffaqiyatlaringizni ta'kidlaydi, deb yozadi san'atkor post ostidagi izohda. Uning yangi imiji ustida dizayner Maryam Boterova ishlagan. U ko'plab mashhurlar, jumladan Yulduz Usmonova, Milena Madmusayeva va Umidaxonlarga kiyim tikadi, deyiladi xabarda. O'zbek va jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.